Salom umradilar, sizlar bilan Xonvan. Bugungi videomizda biz sizlar bilan o'zbekistonlik jangchilar haqidagi xabarlarni muhokama qilamiz. Juda ham qiziqarli xabarlar to'planib qolgan. Bir hafta ichida o'shuncha yaxshi o'tirib oling, qanunda tezroq ketdik. Janglarni boshlashdan oldin bonusga ega bo'lishingiz mumkin. 5 milliondan 10 million so'mgacha Telegramga o'tib, havolaga o'tib, iPhone promokodini yozsangiz, omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin bonus olib. Faqat bu omad, ehtiyot bo'lamiz. O'shuning uchun kommentariyada havolada bor, kiramiz va hammalarga omad. Humoyun To'xtamuradov 9-may kuni, ya'ni kechagi oqshom ajoyib jang o'tkazdi do'stlar. Nokaut bilan o'z jangida yakunladi. O'tgan videolarimda aytib o'tgandim, Dmitriy Yakovlev bilan Humoyun To'xtamuradov jang o'tkazadi deb, va mana ularning jangi bo'lib o'tdi. Juda ham chiroyli bitta zarba bilan jang yakunlandi Humoyunning foydasiga. O'shuncha uni tabriklab qolamiz. 3 raundlik to'g'risi jang edi, lekin birinchi raundida biz g'alabaga erishdik. Humoyunni tabriklaymiz va keyingi janglarida undan-da kuchli raqiblarni nokaut qilishni tilab qolamiz. Sizlar bu jangni ko'rgan bo'lsanglar, qanaqa emotsiyalar oldinglar, izohlarda yozib qoldirishinglar mumkin. 17-may kuni UFC Fight Night turnirida, demak, Nursulton Ro'zboyev jang o'tkazadi. Dustin Stoltzfus degan jangchi bilan. Nursulton o'z Instagram ijtimoiy tarmoqlarida, demak, men mana endi xudo xohlasa tayyorman deb, demak, fotosuratlar qo'ymoqda va uni jangga ham mana bir hafta qoldi. Keyingi выходnoylar, dam olish kunlarini biz tomosha qilishimiz mumkin. Bu uchun sizlar Telegramga o'tishinglar kerak bo'ladi, chunki havolalar bepul translyatsiya efirlarga o'sha yerda bo'ladi. O'tamiz va Nursultonni qo'llab-quvvatlashimiz mumkin. Menejer Parviz Abdumavlonov Odilxon va To'ktarni mana bu jangidan oldingi barcha konfliktlar hypemidi, showmidi, mana shu narsalarga javob berdi. Bu hech qanday show emas, ularning hammasi haqiqiy. Bir-biridan o'sha Odilxon Kamolovning murojaatlari hammasi bu prosta tak shunchaki bo'lmaydi. Show bo'lganda sal boshqacharoq bo'lardi deb o'z intervyularida, demak, aytib o'tdi. Bu PRlar haqiqiy bo'lishi mumkin va eng qizig'ini aytaymi, mana shu menejer Parviz, demak, bu jang 3-jang bo'lishi mumkin demoqda hali ham. Bo'lsa biz xursand bo'lamiz juda ham. Chunki rostdan 3-jang bo'lishi kerak, chunki yakunlanmagan albatta konflikt bor. O'shuning uchun umidimizni hali ham so'ndiramiz. Bu jang katta ehtimol bilan O'zbekistonda bo'lar ekan, Parviz menejerning aytishi bo'yicha. Shuningdek, ushbu menejer Doston Bozorov oxirgi so'nggi marta Octagon ligada jang o'tkazadi va undan keyin UFC ga o'tib ketishi mumkin dedi. Agar mana shu hozirgi bo'ladigan, demak, jangida Fazliddin Madrahimov bilan bo'lib o'tadi, mana shu 11-may kuni do'stlar, Toshkentda tojikistonlik jangchi Fazliddin o'tgan janglarda Muhiddin bilan jang o'tkazgan. Muhiddin ustidan g'alaba qozongan birinchisida, oxirgisida durang bo'ldi. Xullas, endi Doston Bozorov urushmoqda. Menimcha Doston Bozorov g'alaba qozonadi va o'sha komandni vakant qoldirar ekan, Parviz menejerning aytishicha, va keyinchalik uje UFC da bo'lishi mumkin jangi. Doston Bozorovni UFC ga o'tsa biz juda ham xursand bo'lamiz. Albatta, hozircha o'zi UFC da urushadigan bir nechta sanoqli jangchilar bor, o'zbek jangchilar. 11-mayda nafaqat o'zbeklar jang o'tkazadi do'stlar, UFC 315 turniri ham bo'lib o'tadi ertalab. Ushbu jangda, ya'ni ushbu turnirda kartda juda ham yaxshi janglar bor. Muhammad Bilol jang o'tkazadi, u chempion bilasizlar. Va mana shu chempionskiy jangni biz tomosha qilishimiz mumkin. Valentina Shevchenko ham qirg'izistonlik jangchi, Aldo veteran jang o'tkazadi, Jose Aldo, va bu turnirda umuman mana suratlarni ko'rib turibsiz. Kartni, qaysi janglarni ko'rishni yana tavsiya etaman. Kutsilabani jangi bor, Almahanni jangini ko'rish mumkin. Qozog'istonlik jangchi, xullas mana shu Aldo, Valentina asosiy janglarni ko'rishni tavsiya etaman. Agar vaqtingiz bo'lsa, hammasini ko'ringlar. Xullas, mana shunaqa xabarlar edi bu hafta do'stlar. O'ylaymanki sizlarga yoqqan bo'lsa, nima qilishni o'zingizlar bilasizlar. Like, pak. Xullas, hammasi shu. Obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, chao.